sim kart olgan dilerskiy ofislarga kelasizlar, любой kompaniya 120 Beeline hokazo xullas raqam zakaz qilasizlar. Ba'zi odamlar, hamma emas, misol 8333 yoki 4545 50 raqam zakaz qilasizlar. Chiroyli raqam. Lekin eng arzon tarifda bo'lsin deysizlar. U mayli, tarifi bir gap bo'ladi. Lekin arzon bo'lmaydi u raqam. Hech qachon shuni esingizdan chiqarmanglar. Raqam tanlaysizlar, yana injiqsizlar. 45 bo'lishi kerak, boshi ham shunaqa bo'lishi kerak. Uydagi raqamimga moslashim kerak deysizlar. Qaraysizlar, ko'ngilingni raqamni chiqarib beramiz. Narxini aytsak, 300 ming, 400 ming yoki 150 ming, ana olsin 80 ming ba'zida skidka bo'ladi. Voy, nimaga shu 20 mingga chiqmaydi tarifi bilan? Yo bo'lmasa nimaga 30 mingga chiqmaydi? Sotuvchini, prodavestni vaqtini olib, uni boshidan qotirib, raqam tanlatib oxirida nimaga arzon chiqmaydi demanglar. Chunki sizlar tanlagan raqam hech qachon arzon chiqmaydi. Qanday siz raqamni tanlayapsiz-da, prodavestni miyasini, mazgisini qotirib, qo'pol qilib aytganda itarib borib, keyin oxirida nimaga arzon emas? Yana problemangizni aytasiz. Yuzdagi problemasini aytadiganlar bor. Nima kerak? Prodavestga, ya'ni operatorga nimaga muammongizni aytishingiz kerak. Yoki siz o'ylaysiz, bunda problema yo'q. Sotuvchida yo'q muammo. Uni muammosi yo'q, bemalol, unda hayot go'zal. Hammaning o'ziga yarasha muammosi bo'ladi. Kelib problemangizni kelgan bir qilgan jarimasini aytadi. Men jarimaga tushibman, oyligim chiqmayapti. Muammongizni kelib aytmang. Siz dangal keling, olasizmi yo'qmi? Sizga hech kim xafa qilmaydi. Hammasiga chiroyli muomala qiladi. Kelib raqamni tanlab, nimaga savol bermay. Bir xilga keladi-da, megabaytim ko'p tarif bo'lish kerak. Xo'p, okey. Megabaytim VIP bo'lish kerak, lekin arzon bo'lish kerak narxi. Qanday misol siz o'ylaysiz, VIP oyiga 100 giga, 200 giga tarifni xohlaysiz, oyiga 100 giga berasiz, yoki bo'lmasa 200 giga bersa, lekin narxi arzon bo'lsin. Qanday sizga arzon bo'ladi? Hali kafe, restoranga kiryapsiz-da, tarelkada to'ldi go'sht yegingiz kelyapti-da, go'shtli ovqatlar zakaz qilganingizda restoranga kirib olib, lekin shunga 10 ming bering, 20 ming bering. Qanday? Siz qimmat narsani zakaz qilib, qanday narxi arzon bo'lishi kerak? O'zingiz o'ylang. Keyin sotuvchi ham qiyshayib qoladi, to'g'risi. Любой продавец qiyshayadi. 10 minut, 15 minut vaqtini olasiz, oxirida muammongizni gapirasiz. Sen pulim yo'q edi, keyin tashlab ketsam maylimi. Eng zo'ri mana shu gap. Hozir mana shuncha beraman, qolganini o'tganimda tashlab ketarman, qarzga berib turing. Qanday birinchi marta ko'rib turgan odamingizdan, birinchi marta tanishuv mayli, birinchi marta ko'rib turgan odamingizdan qarz so'raysiz. Bu sotuvchini birinchi marta ko'rib turibsiz. Oldin ko'rmagansiz. Keyin tashlab ketsam bo'ladimi? Qanday tashlab ketasiz? Siz qaytib kelmaysiz. To'chini qarz olgandan keyin. Yana gapirsa xafa bo'lasizlar. To'g'risi ham shuda. Hech qachon maqsadsiz kelmanglar.